Yo'q, homiylar usta kela olyapsizlarmi? Charchamassiz sizlar. Xo'p, biz xudo xolasa kecha syomka qilmaslik sabab bo'lib qoldi. Bugun syomka qilyapmiz, sizlarga havola qilamiz. Bizni ozgina bir mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, pastga urib, obunlar, layklar gumbilatinglar. Bu xonadonimizda xudo xolasa kuyov bola asbob qilib joy qilinyapti. Aboyini bosdik, patrullar kraska qilindi. Xullos, mana aytgan hammomga urindik, hammom qildik, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Isma tashabalar bo'ldi. Ichida lampochkalar, oq turgan ventilyator. O'sha aboy dedi, mashlarda menimcha suv o'tkazmasagan deyishdi. Shunga ham olib kelib, shuni osildik. Aka eshik qo'ydik. Xo'p, endi xullos qisqasi sizlarga mana shuni obzor qilyapmiz. O'zingizlar baho beringlar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Kimni uylayni? Agar o'zimizdan, bu Yazavon tumanidan odam bo'lgan bo'lsa, kim uylayni? Aytinglar bizga, kommentariyada yozinglar. Falonchini uyi bu deb. Endi mana aqlmatliga Ablosotga g'ish urdik. Mana asli charchab qolib, syomka qilaolmayapti. Endi bugun hozir syomka qildik. Xudo xolasa ertaga o'nday boshqattasizlar tushuntirib, necha pul ketganicha qilib beramiz, xudo xolasa. Mana shu yana aboy bosyapmiz. Ikkinchi uyimizga, uchinchi uyimiz ham bor, to'rtinchi uy ham bor. Bu to'rxona uyga tayyorlayapmiz, chiroy qilib. Bizni qo'llab-quvvatlab, pastga bo'lib turinglar, kommentariy yozinglar. Kim uyligini topib, kommentariy yozinglar bizga. Falonchining uyi ekan deyglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.